yaxshi biznes g'oyani topib ber. Millionlab tadbirkorlar har kuni ChatGPTga aynan shu so'zlarni yozadi, ya'ni promptni. Natija esa umumiy hech kimga mos kelmaydigan javoblar bo'ladi. Muammo savolda emas, kontekstsizlikda. Ya'ni ChatGPT sizning moliyaviy imkoniyatlaringizni bilmaydi. Qaysi sohada kuchli ekanligingizni ham bilmaydi, ya'ni tajribangizni. Sizning mahalliy bozor sharoitingizni ham bilmaydi va kuniga necha soat ajrata olishingizni ham bilmaydi. Kontekstsiz savol bu kompassiz sayohat kabidir. ChatGPT qanchalik aqlli bo'lmasin, u sizning real hayotingizni bilmasa, eng yaxshi javobni bera olmaydi. Mana eng to'g'ri prompt namunasini beraman. Men O'zbekistonda yashayman. 10 million so'm kapitalim bor. Marketing bo'yicha tajribam bor. Kuniga 3 soat vaqt ajrata olaman. Menga 2026-yilda boshlash mumkin bo'lgan 5 ta biznes modelini topib ber va har birini xarajat, risk va daromad bo'yicha taqqosla. Joylashuv, kapital, tajriba, vaqt va maqsad aniq bo'lgan prompt. Farqni ko'ryapsizmi? Eng yaxshi biznes g'oyani topib ber. Mening sharoitimga mos 5 ta biznes